2026-yil mana 16-iyun sanasi Surxondaryo Denovda mana shu ona bola sigirlarimiz sotiladi mana. Aka zo'ridan deydi-ku. Aha. Zo'ridan qo'ying deydi. Mana zo'r aka, kerakmi? Qanday mol kerak yana aka bundan ziyod? Sifat desa sifat bor, bala desa bala bor, bizov erkakmi desa erkagi bor, simentali desa simentali bor aka. Buni yosh buzoqcha ham bormi 1-2 kunlik? Kecha tug'di aka, kecha oqshom tuqqan. 1 sutka bo'ldi tuqqani aka. Shu 1 kunlik ona bola sigirimiz nech pul ekan bu? Aka 30 million so'm kam bor. 35-30. Bolasi erkak urg'ochi. Urg'ochi aka. Urg'ochi. Nechta suti bor buni? 8 taga olyapsan aka. 8 ta garantiya 30 million deyapmiz. Kelishtirib beramiz yana. Bu sigirimiz nech pul ikkinchisi? Mana bizoni bir paradasini tushungan inson. Tushungan inson bo'lsa buni aka 400 dan oling aka. Limuzincha. Chistasi mental aka. O'zini 15 ga birinchi qor, ikki kurak tishi. Tishini ham ochib ko'rsatasiz qiziqqanlarga. 10 ta sutni sovib ko'ring. Bu semental buzoq necha kunlik? 1 haftalik. 1 haftalik mana elita ekan, chiroyli ekan. 1 haftalik buzov tepmasligiga, ertadan oqshom 10 ta sut borligiga garantiya. Yana bitta narsa aka, O'zbekistonning bu joyiga olib beraman. Narxi qancha buni? 33 million ichiga lippo joyiga olib boraman aka. 33 million so'm O'zbekiston bo'ylab dastavkasi tekin. Bilan aka. Osin. 4 ta so'zkasi ham ishlaydi. Aka, ishlamasa bepul beraman. Bu sigirimiz nech pul keyingisi? Aka, bu yerda yetib chiqarsin masalan hozir. Xolon bu sigirlar torting. Mana sigirimizni holati buni. Ona bola sigir. 3-chi qorin aka. 3-chi bolasi. Mana buzov 5 kunlik. Buzoqchasi erkak. Erkakda aka, erkak. Erkak, sementalga gibrid buzoqcha. Aka, erta ho'kizdan chiqadi. Narxini qancha deysiz buni? Aka 28,5 million. 28,5 million so'm O'zbekistonda 12 ta viloyatiga tekin dastavkasi. 3-chi bolasi mana bolasi erkak. Nechta sutga garantiya bu? 8 ta sutga garantiya. Qiziqqan aka-ukalar aloqaga chiqaverasizlar, pastda raqamlar qoldiramiz. Ona bola sigirimiz qancha bu? Aka 3-chi qorin aka, 12 ta sutni sovib ko'rib olsin. Mana aka. 12 ta sutga garantiya. Ey, gaviq, bitta mashalloh deb ketamiz buni, qarang. Sigirni holati o'ta go'zal mana. 34 million so'm. Bolasi erkak urg'ochi. Urg'och. Buzoqchasini yerga qo'ying, muxlislar bir ko'rsin. 34 million so'm kami bor mana. Agar 12 litrdan bir qoshiq kam bersa, molni bepul beraman. Ey, gaviq mana. Ular yengil, birinchi qorin bo'lsin, 4 ta, 5 ta sut bersin, bizo erkak bo'lsin deydi-ku. Yangi ro'zg'or bo'ladi-ku, aka, yangi ro'zg'or. Mana bu sigirni olsin, biz oldik. Bolasi erkak. Albatta aka, 23 million kami bor aka. 23 million kami bor. Olsin aka, 23 Birinchi bolasi erkak. Suti 4 ta, 10 ta, 20 ta demaymiz. 4 ta, 5 ta garantiya. Bu pul yengili nech pul? Aka 25 million 500 ming bersin. O'zbekiston hamma joyiga yetkazaman. 13 ta 14 ta suti bor aka. 13 ta 14 ta suti bor. Mana buzoqcha. Qorin aka. Mana 4 ta so'zkasi ham ishlaydi. Aka, ishlamasa, bermasa meni qiladi. Bolasi urg'och buzoqcha. Mana aka. Sigirni holati mana. Mana baklar sigirni. 4 ta so'zkasi ham ishlaydi. Ey gabi yo'q. Qiziqqan aka-ukalarga 99lik kodi bilan 3704 raqamlariga bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Igina bir şey xayriga o'tib berasiz. 25,5 yana o'taman. Ey oshishmasin mana. Mana bolasi. Olsin. Hammasini emas, 3 tasini olsin, biz olib beraman. 3 ta ona bola sigir do'konga shu Mana simental beraman aka mana. semental buzoqchani qo'shib berasiz. Beraman ana bak. Oshishmasin mana. Buzoqchani qo'shib beradi mana. Sog'lomgina buzoq. Mana. 3 ta ona bola sigirni kim olsa shu buzoqcha aksiyaga, bonusga qo'shiladi. 3 tasini bitta biz olib beramiz. Ey gabi yo'q.